Akalar, assalomu alaykum. Sizlarni ham ko'zlaring tushdimi? Hamma kommentariyada bedapres bor deb yozyapti. Shu tushunmayman. Aql farosat pasayib ketdimi bizda yo shuna bir ahmoqligimiz bormi? Eng qizig'i bunaqa holat faqat O'zbekistonda bo'ladi-da, boshqa davlatlarda bo'lmaydi. Lekin ana shuna bedapres bor deb yozib ham Instagramni portlatyapmiz. Malades ama. Hani kommentariyasi eng ko'p yozilgan videolar O'zbekistondan chiqsa ajab emas. Yaqin qoldi shekilli. Oldin faqat olov jo'natilardi. Endi bedapres bor. Chigal soch olaman. Ana shuna gaplar bo'lib ketibdi. Eski temir oladiganlar ham ko'payib ketibdi. Yaxshi reklama ama. Endi bu narsa ko'p blogerlarni ham ko'tarilib ketishiga yordam beryapti. Reyklarda ko'rinyapti. Tinimsiz videolar. Bizga ham like bosib bedapres bor deb yozib ketaveringlar. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishak. Bugun kechgacha xudo xolasa yaxshi istoriyalar qo'yib, savobli ish qilamiz deb niyat qilganmiz. Birga xudo xolasa hammamiz birga bo'lib boramiz. Charchamanglar, aktiv bo'lib turinglar, sog' bo'linglar.